O'rtoqlar, mana shu yerda asabga tegayotgan narsa bor. Qaranglar, mana bu chiroq, mana bu tomondan yana 1 2 3, bu yoqdan ham 1 2 3 ga qo'yilgan. Bunisi ham xuddi shunaqa 1 2 3, bu yoqdan 1 2 3 simmetrik, juda ham to'g'ri. Mana bu chizg'axonaning o'rtasidan o'tgan mana bunisi. Juda ham zo'r, lekin mana bu narsa burchakda mana chizig'ning ustiga qo'yilgan. Bu nimaga bu yoqda emas, surilib qolgan, nimaga asabga tegadi, nimaga? Ta obunachingiz bo'lsa, buni sira ham kam demang. Tasavvur qiling, 90 kishi sizni bitta xonaga qamab talpa qilsa, shunda ham kam deysizmi? Ba'zi qizlardan o'rganing, 7 yildan beri 28 ta obunachisi bor Telegram kanaliga har kuni post qo'yadi. Men ham o'zimni ba'zan shunaqa ahmoqdek his qilaman, lekin storiesda o'zini o'zi tug'ilgan kuni bilan tabriklaydigan odamlar borligini eslasam, sal ko'nglim joyiga tushadi.